o'zingizni daromadingiz qancha bo'lishini yozasiz. Yozganingizda sizga qancha xursand bo'lyapsizda? Masalan, siz ishlaysiz. Ishlasangiz hozirgi daromadingiz qancha va siz o'sha daromadingizni qancha bo'lsa xursand bo'lardingizda, o'shani yozing. Har oyga yozib chiqamiz hoziroq. Undan keyin turmush o'rtog'imizni daromadini ham yozamiz. Hozir qancha daromadi bor va qancha bo'lishini xohlaysiz, shuni yozib chiqasiz. Har oyga ko'tarib borasiz. Masalan, ishi yo'qlar bordir, uyda o'tirganlar bordir-da. Siz o'ylamang, men ish qilmayapman deb, uyni ishini qilish uchun bir kunlik bizda bu yoqda bir oy siz uyingizda ovqat qilasiz, yig'ishtirasiz-da. U ishni boshqa uyga, Turkiyaga kelib qiladigan bo'lsangiz, sizga eng kamida 600-650 dollar pul to'laydi. Tushunasizmi? Siz o'shani nazarda tuting. Men hozir boshqa joyga borsam, menga 600 dollar pul to'lashar ekan. Xudoyim, men o'zimga bu oyga 600 dollar kelishini xohlayman-da, ishonch bilan yozing. O'zingiz har doim uyda ishini qilayotganingizda, sevgida uni buni qilayotganingizda charchaysiz. O'zingiz motivatsiyangiz tushadi hozir. Men bu ishlarni qilganim uchun 600-650 dollar olyapti ekan. Men qancha harakat bersam, menga o'shancha pul, o'shandan ham ko'p kelishiga ishonaman. Chunki men harakatdaman. Siz masalan bizda uyda yig'ishtirayotganimizda bizga pul kelmaydi, haliga shuncha ish qilyapman, meni baribir hurmatim yo'q, uyda ishi ko'rinmaydi deb kelganbizda, hozirgi paytda uni o'zgartiring. Men qancha uyimni tozalab, chiroyli qilsam, menga shuncha hamma joydan sovg'alar, pullar kelishiga ishonchda ishingizni qilib boring. Ya'ni bu uyda o'tirganlarga, ya'ni daromadini yozish haqida aytyapman.